Xayrli kech hammaga. Bolalarni tinchitib, bo'shab oldinglarmi? Ovoz zo'r. Menda yangilik bor. Vebinardan keyin ichki tabassumdaman. Kokteylni qilib ichyapman. Vitaminimni kiritdim. Mashalloh. Har kun iste'mol qilib, choyni alohida ichadigan bo'ldim. O'zimda o'zgarishlar deyman. Mashalloh. Eng a'lochi o'quvchilar o'zimda. Zo'r. Ovoz zo'r. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Hozir ozgina kutinglar. Boshqalar ham kirib olishsa. Inshaalloh bugungi mavzuni ham har bir ayol eshitish kerak bo'lgan mavzuda gaplashamiz sizlar bilan va juda ham muhim mavzu bo'lgani bilan birga siz aynan bugun demak shu gapni eshitishingiz kerak ekanki, shu yerda yig'ilimiz. Hammanglar o'zingizga qulay joylashib olinglar. Biz boshlaymiz. Qizlar, bugun nima uchun sizlar bilan aynan o'ziga bo'lgan sevgi haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni boya kunduzi bugungi mavzuyimiz deb yozdim. Ya'ni ko'pchilik aytadi, men o'zimni sevaman, men o'zimni yaxshi ko'raman deydi-yu, lekin ular aslida o'ziga bo'lgan sevgi nimaligini bilishmaydi. Ya'ni noto'g'ri fikrda bo'lib yurishadi. Va menga ko'pchilik ayollar o'sha konsultatsiyaga kelishadimi yoki umuman YouTube'dan menga juda ko'p savollar keladi. Misol uchun tashqi ko'rinishimda dog'im bor, masalan, yoki ajinlarim bor deyishganda, men ularga qaniydi shu ikki og'iz so'z bilan tushuntirsam-u, nima sursangiz ketib qoladi deb. Lekin aslida vebinarda ham shu haqida gapirdim. O'zgarish ichimizdan boshlanadi va toki ana o'sha narsa bizda bo'lmas ekan, unda boshqa o'zgarishlar bor-ku. Misol uchun mana kimdirlar ozishni xohlaydi, sportga boradi, dieta qiladi, ozadi o'sha moment, o'sha payt, lekin yana vaqt o'tgandan keyin yana ves qaytadi. Yoki xuddi shunaqa o'ziga qarasham. Bo'ldi endi, o'zimga qarayman, uxut qilaman deydi. Uxut qiladi, ozgina o'zgarish bo'ladi, yana tashab qo'yadi. Yana vaqt o'tgandan keyin bu narsa yana takrorlanib, yana og'riqligicha qovuradi. O'shani bugun sizlar bilan sababini ko'rib chiqamiz. Asl ildizi nima uni? Asl o'sha narsa, ya'ni o'sha muammo, bizdagi o'sha ves deymizmi, o'sha yuzimizdagi bizdagi yoqmaydigan bizga minuslar deymizmi? Ana o'shalar aslida bizga nima demoqchiligi haqida bugun gaplashamiz. Aziza Termizdan. Assalomu alaykum Saydipojon, yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah yaxshiman. Meni ham savolimni ko'rasiz deb yozyapman. Iltimos javob bering. Dars davomida yuzim yanoqlarimi pasti kirib ketyapti. Yuzim dumaloq bo'lishini xohlayman. Shuni ham mashqi bormi? Iltimos javobingizni kutaman ustozim. Aslida u yanog'ingizni o'zgartirishdan oldin muhimroq bo'lgan bir o'zgarish kerak bo'lgan taraf bor. Bugun shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Andijondan Gulhayo, 36 yoshman. Xush kelibsiz Gulhayo. Demak, kelinglar hozir sizlarning fikringizni bilishim muhim menga. Siz uchun sevgi nima? Hozir o'ziga sevgi haqida gaplashmayapmiz. Umuman sevgi nima siz uchun? Shu haqida yozaylik. Agar meni oldindan kuzatib kelayotganlar bo'lsa, ular hozir srazu bitta so'z bilan aytishadi sevgi nimaligini. Siz uchun sevgi nima? Nimani ko'rsangiz, ha mana bu haqiqiy sevgi ekan deysiz. O'zini o'zi sevish sevgi. Nima degani? Nima deb bilinadi o'zini o'zi sevish? Qanaqa harakatda? Kimdir o'zini o'zi sevish degani oynaga qarab, buncha chiroyliman deyishi tushunadi. Yana kimdir o'ziga shopping qilsa, o'zimni sevaman deb, o'shancha shopping qilyapman deydi. Aslida bu o'zi sevgimi, yo'qmi? Hozir shuni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Sevgi hayotda bizga bergan hamma narsasidan minnatdor bo'lish. Demak, agar Zamira shunaqa yozibdilar, hop Zamira demak sizga turmush o'rtog'ingiz agar kelib, men hayotda hamma bergan menga narsalardan minnatdorman desalar, bo'ldi, to'g'rimi? Sizga boshqa hech narsa kerak emas, demak, mana shu haqiqiy sevgi meni sevarkanlar deb hisoblaysiz, to'g'rimi? Sevgi bu ilohiy tuyg'u, hammaga berilmaydi. Demak, tuyg'u bo'lsa bo'ldi, yetarli, to'g'rimi? Sevgi tuyg'usi bor, demak bo'ldi. Mana shu sevgi. Men o'zimga
ilohiy sevgi tuyg'usi bor insonga turmushga chiqsam bo'ldi u deb hisoblaysiz, to'g'rimi? Agar turmushga chiqmagan bo'lsangiz, demak siz uchun shu narsa bo'lsa bo'ldi. Demak bugungi mavzuni bekorga olib chiqmayman. Siz bilishingiz kerak bo'lgan yangilik bo'lar ekan demak sizga. Xo'p. Qizlar, sevgi bu harakat. Men buni oldin ham aytganman. Agar turmush o'rtog'imiz bizga kelib, "Men seni sevaman. Menda nima deyildi tepada? Menda hayotda berilgan hamma narsadan minnatdorman" desalar-yu, lekin meni mazam bo'lmay, uyda issig'im chiqib yotganimda men o'rtoqlarim bilan toqqa ketdim deb ketsalar, agar meni qoldirib bitta o'zimni, unda u sevgi emas. O'zi siz maziz yo'ligida xursand bo'lib dam olishga ketdimi, bu sevgi emas. Sevgi bu harakat. Agar quruq so'zda bo'lsa yoki quruq qalbida bo'lsa bo'ldi degan narsa bor-ku, yo'q, u sevgi emas. Siz o'zingizga qarab oynaga "Men o'zimni sevaman" deb, hammaga o'zimni sevaman deb jar solishligingiz bu sevgi emas. Sevgi nimaligini tushuna olmayman. Sevgi nimaligini tushunmayman. To'g'risi sevgi deb o'ylagan ko'p narsa bor, faqat Allohga bo'lgan muhabbatimiz. Xo'p, demak qizlar, sevgi bu harakat dedik, to'g'rimi? Hozir biza bandalarga, insonlarga va o'zimizga bo'lgan sevgi haqida gaplashyapmiz. Demak, sevgi bu действие ekan. Qanaqa действие? Sevgi bu harakat bo'ladigan bo'lsa, u qanaqa harakat? Masalan, mehr berish, to'g'rimi? Boqish, asrab-avaylash, shirin so'z etish, to'g'rimi? Bular hammasi o'sha amalga kiradi, harakatga. Lekin eng muhim narsa, tasavvur qiling, sevgi bizda turmush o'rtoq sevgisi bo'ladi, farzandlarga sevgi bo'ladi, ota-onamizga, to'g'rimi? Sevamiz biz bu insonlarni. Lekin endi qarang, siz shu sevgan farzandingizni, misol uchun turmush o'rtog'ingiz sizni sevadi, lekin himoya qilmasa, sizni ko'chada hozir kuchuk tishlamoqchi, lekin u sizni himoya qilmasa, bu sevgimi? Yo'q, bu sevgi emas. Aniq ayta olamiz, to'g'rimi? Yoki farzandimizni agar kimdir xafa qilsa-yu, lekin biza sложа рука deydi-yu, hech narsa qilmasdan o'tiraversa, o'zing aybdorsan deb. Yo'q, u ham sevgi emas. Sevgi bu himoya, qizlar. Endi nimaga taqab olib kelyapman? Demak, sevgi bu himoya ekan, turmush o'rtog'imiz tomonidan, farzandimizni himoya qilishligimiz. Men sevgi nima ekanligini tushunmayman. Men ham tushuna olmayman deb yozishyapti. Yaxshilab eshiting va tafakkur qiling, albatta. Chunki o'sha himoya birinchi navbatda o'zimizga bo'lishi kerak. O'zimni sevaman, qanaqa mashq qilib, chiroyli bo'lish uchun desak-ku, lekin bizani xafa qilganlarida yoki chiroyli emassan, buting unaqa, burning katta, oyog'ing qiyshiq deshganlarida ulardan xafa bo'lib o'zimizni himoya qilmasligimiz, himoya qizlar bu tushunishinglar uchun borib isbotlab yoki urush janjal qilish emas. Siz o'zingizni nafaqat tashqi tarafdan krem surib, yoki men Telegramda sizlarga tashuvdim, charchadingizmi, o'zingizga dam bering, issiq choy iching, kofe iching, keyin borib ishingizni qilaverasiz deb. Xuddi shunaqa himoya ham birinchi o'rinda o'zimiz bo'lishimiz kerak. Endi bu nima degani? Keling, yoshligimizni bir eslaylik. Yosh qizchasiz. Yangi ko'ylak kiydingiz, oynaga qarasangiz, siz eng chiroyli prinsessasiz. Yoki bir to'yda o'ynayapsiz, o'rtaga chiqib, yangi chiroyli rozovый ko'ylagingizda, to'g'rimi? Hamma qizda bo'lgan menimcha bu narsa. Siz o'zingizni prinsessa deb hisoblaysiz, malika deb hisoblaysiz. Lekin nimagadir hozir qaraganingizda o'sha sizdagi komplekslar birinchi chiqib keladi. Meni ko'zim bunaqa, qoshim bunaqa, burnim bunaqa, labim bunaqa, yuzim bunaqa, figuram bunaqa deb bizni qarashimiz bilan minuslarni ko'rib boshlaymiz. Shunaqami? Sizda shunaqa holat bo'ladimi? Oynaga qaraganda
Faqat plyuslarni emas, plyuslarni topinglar, o'zingizga qarab mazza qilinglar deb yozaverganimdan keyin agar qidirib topmasangiz, birinchi bo'lib, "Mana shu mana bunaqa deb menga yoqmaydi." Ana o'sha kompleks qizlar. Ana o'sha kompleks aslida nima degani? Bu siz o'zingiz haqingizdagi fikrga emas, siz boshqa insonni fikriga ishonasiz o'zingiz haqingizda bo'lgan. Tushuntira oldimmi? Ana o'sha kichkina paytingizda siz o'zingizga ishongansiz. O'sha oynaga qarab, yangi ko'ylak kiyib, aylangan paytingiz o'zingizga ishongansiz. Lekin hozir nimagadir ana o'sha insonlar tomonidan siz haqingizda aytilgan fikrga ishonib qolyapsiz-da. Ana keyin siz komplekslarni orttiryapsiz. Ha, mana o'tim bunaqa ekan, bu o'tim bunaqa ekan. Va bu o'zini himoya qilmaslikka borib taqalyapti. Aslida-chi? Aslida bizani tanamiz bizani yaxshi ko'radi va biza agar o'zgarishni xohlasak, yosharishni, yuzimizdagi o'sha chuqurchalarni, dog'larni, ajinlarni ketkazishni xohlasak, biz birinchi o'rinda o'zimizni qabul qilishimiz, o'zimizni sevishimiz, o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Ana keyin o'zgarish bo'ladi. Bo'lmasam borasiz, o'sha inyeksiyani yuzga qildirishadi, o'zgarish в принципе sezishadi, lekin yana oynaga qaraganda yana nimadir chiqib kelaveradi, yoqmaydigan. Ana o'sha payt meni konsultatsiyamga ayollar kelishadi, bilasizmi? Ular уже 35 yosh, 40 yosh, undan ham katta ba'zilari va ular aslida ana o'sha yoshligida qanaqadir bir yomon hodisalar bo'lganda hayotida, o'shandan keyin misol uchun iznasilovание bo'lganlar mana ko'p hollarda bo'ladi va ular hozirda juda qattiq semirib ketishgan. Natijada ular bu tana nima deyapti? Bu tana sevadi bizani asramoqchi. Bu narsa takrorlanmasligi uchun deydi-da, semirib ketadi. Mana shunda bo'lib ketadi. Nimaga? Chunki men semirib ketsam deydi. Bu bilan boshqa bu narsa takrorlanilmaydi deydi. U kichkina edi, u ozg'in edi, o'shaning uchun bilan shu narsa bo'ldi deydi-da. Tanamiz bizga ichimiz haqida gapiradi, signal berib. Biz nima qilamiz? Battar tanamizni yomon ko'ramiz, undan nafratlanamiz, battar qiynaymiz uni sportga borib olib. O'zi nima qilish kerak edi? Расслабиться qilish kerak edi. Eshitishni o'rganish kerak edi. Nimaga unaqa bo'lyapman? Nimani tushunishim kerak? Tanam menga nima demoqchi? Misol uchun sezganmisiz, ba'zida bir xil odamlar bilan uchrashadigan bo'lsak, siz o'zingiz anglamagan holda bo'lib boshlaysiz. Taningizni kuzatib boshlang. Tanaga sayohat qizlar, bu eng zo'r sayohat. Siz o'zingizni eshitib boshlaganingizda, taningizni tushunib boshlaganingizda-chi, men sizga aniq ayta olaman, siz kasal bo'lmaysiz. Chunki siz уже natijani tuzatib yana u narsa takrorlanavermaydi-da. Siz уже uni ildizini uzasiz, davolaysiz. Ya'ni ana o'sha biza ba'zi odamlarning oldida bunday avtomatik yopilishligimiz bu degani tanamiz signal beradi. Hoy, chunki bu odam ne to odam, yaxshi odam emas. Ehtiyot bo'l. Tushunasizmi? Lekin biz uni eshitishni xohlamaymiz. Men qancha praktika berganman. O'z oynaga qarang, ko'zlaringizga qarang deb, lekin ko'p qarab tura olmadim deyshadi. Chunki ko'pchilik o'zini tanimaydi. O'zi meni tanamga nima yoqadi? Va eng achinarlisi keyin turmush o'rtoqlaridan xafa bo'lishadi. Unaqa qilmanglar, bunaqa meni bag'lariga bosurmanglar. Meni unaqa o'pib qo'ymaydilar. Siz o'zingizni tanimasangiz, siz umuman bilmaysiz bu tanangizga o'zi nima yoqadi. Qanaqa masalan qanaqa bag'riga bossa yoqadi. Siz umuman o'zingizni taningizni o'rganmaguncha, ya'ni inson o'zini tushunmas ekan, atrof unga shuni yetkazmoqchi bo'laveradi. Lekin biz nima qilamiz? Biz xuddi masga hozir misol keltirib aytaman. Deylik, pichoq qo'limizda. O'tkir tarafini ushlab turibsiz pichoqqa. Hayotimizdagi hozir mana vaziyatlar yoki insonlarni olaylik. Hayotimizda shunaqa insonlar borki, xuddi pichoq ushlab turgandek bizani qo'limizni og'ritishadi. Tasavvur qildingiz, qo'limda pichoq turibdi. Va biz nima deymiz? Ey Xudoyim, ey Allohim, qo'lim og'ribyapti. Shu pichoqni olib tashagin deymiz.
Endi men sizga hozir mana shunday pichoqni ushlab turib torting desam, tortib olasizmi? Tortib olmaysiz. Bilasizmi nega? Chunki siz menga undan qattiq og'riqlik qilasiz. Kesib yuboradi chunki qo'limni. Xuddi shunaqa yaratgan zot ham sizni o'ylab, siz mana shuni anglab yetishingiz uchun u pichoqni darhol sug'urib olmaydi. Endi bu pichoq sizga og'riq bermasligi uchun nima qilishingiz kerak? Mana pichoq qo'lingizda turibdi. Hozir pichoqni men primer qilyapman. Siz tushunyapsiz. Hozir o'sha muammoingizni oling. Hayotingizdagi bir inson sizga zulm qilayotgan deylik yoki o'sha sizga yoqmayotgan qaysidir sizni kamchiligingiz. Tez shuni ketkazishingiz kerak. Mana menga aytishadi, "U kursingizga qo'shilsam tez ketadimi mana shu yuzimdagi ajinim" deyshadi. Va eng qizig'i bilasizmi? Kimdirlarda tez ketadi, kimdirlarda yo'q. O'zgarish bo'lsa ham vaqtincha bo'ladi. Yana paydo bo'ladi. Chunki mana bu yerdagi ildizi davolanmagan uni. Bir olima, ya'ni motivator ayol bor, juda ham dono ayol, menimcha uni ko'pchilik tanisa kerak, Louisa Hay. Louisa Hay yoshligida u juda bir og'ir travmani yashab o'tadi. Ya'ni yoshligida iznasilovание bo'ladi va u shuncha yillar davomida o'zini ayolligini qabul qila olmaydi. Ya'ni bor-ku ba'zi ayollar, ayollarga qiyin, o'zi erkak bo'lib yaralsam bo'lmasmidi, o'tim bunaqa, butum bunaqa deb yashaydigan ayollar bor. Va Louisa Hay 50 yoshlarigacha erkaklardan nafratlanib yashagan. Va mana shu yoshiga kelganda unda aynan ayollik qismi, ya'ni bachadon raki bo'ladi. Va unga уже bo'ldi, bu kasallikdan davo yo'q deb, ya'ni tamom degan anaqa qo'yishadi, diagnoz qo'yishadi. Lekin Louisa Hay uchun shu narsa kerak ekanki, u aynan millionlab ayollarga ilm tarqatish uchun mana shu narsa sababli, kasalligi sababli u tuzalib ketadi va yana bir 15 yildan oshiq umr ko'radi. Nega u tuzaladi? Qanaqa bu tuzaladi? Lecheniyadanmi? Yo'q. Endi u tushunib yetadi. Ha, hayotda yomon insonlar bo'lar ekan. Chunki bu sinov dunyosi. Lekin men undan xafa bo'lib yashashligim u insonga emas, o'sha yomon erkaklarga emas, deydi u. Menga yomon ekan deydi. Va shunda u ilm ola boshlaydi va o'zini o'zi davolay oladi. Buni nimaga olib kelyapman qizlar? Siz agar yosharishi, chiroyli bo'lishni xohlayapsizmi? Xuddiki men vebinarda tushuntirdim. Limfa tizim bor. Ya'ni bizani tomirlarimizda qon aylanish tizimi bo'lsa, xuddi shunaqa limfa tizim ham bor. Qonimiz bor, tomirlarimizda aylanadi, unga yurak uni haydaydi va u butun tanamiz bo'ylab aylanadi. Limfa suyuqligi esa u ham tanamizda aylanadi, lekin limfa suyuqligi u qizil emas. Men buni tushuntirdim oldingi safar ham. U xuddi suvga o'xshaydi. Lekin ana o'sha bizning yuzimizdagi shishlar ertalab uyg'onganda ko'pchilikda bo'ladi, to'g'rimi? Yuzda shishlar, ko'zim tagida shishlar, har xil mashqlar bilan qizmoqchi bo'ladi. Ana o'sha limfa tizim xuddi shlankada suv oqayotgandek kelayotgan limfa suyuqligini bunda buksangiz bilasizmi nima bo'ladi? Uni bukkaningizda уже suv botdan napor bilan chiqmaydi. Xuddi shunaqa bizani tanamizda limfa aylanishi uchun ham xuddi shlankani siqqandek to'xtab qolib, atyoklar bo'lib, umuman u atyok bo'lgandan keyin u ajinlarga olib keladi. Shu narsa bo'lmasligi uchun biz birinchi navbatda kortizol gormonini kontrol qilishimiz kerak.
Kortizol gormonni sizga men katta mavzu qilib o'tib berdim vebinar kuni. Ya'ni u stressdan bizaga stress payti uyg'onadigan gormon. Ya'ni bitta biza o'sha stressga tushgan paytimiz, ana o'sha oynaga qaraganda, qarang, sizni har bitta oynaga qarashingiz, shu gapimni eslab qoling. Har bitta oynaga qarashingiz yoki sizni yosharishga qarab bir qadam yoki aksincha, o'sha ishlar, ajinlar, отёкlar, nima, anaqa dog'lar, bular hammasi o'sha ichingizda signal. Ya'ni sizga kimdir aytayaptimi, o'ting unaqa, men biting yoqmaydi. Chunki bitta qiz kelyapti konsultatsiyamga, yosh hali kelib, qaynonam meni chiroyli emassan dedilar, o'g'lim chiroyli dedilar. Va bu payt siz tushunishingiz kerakki, bu narsa siz bunaqa yaralganingiz, bu kamchilik emas. Nechta gul bo'lsa dunyoda, necha xil gul bo'lsa, hammasi o'zgacha chiroyli. Ana gul men bu guldan chiroyli deyishlik bu kulgili narsa-da. Tushunasizlarmi? Va bu yerda muammo u qaynonada emas, ishoning. Muammo sizda. Agar menga kelib sizga qora ro'mol yarashmabdi desangiz hozir menga. Voy desam, qora emas, oqdaman-ku, bu ko'zi g'alati ekan uni deyman. To'g'rimi? Xuddi shunaqa siz agar o'zingizni himoya qila olsangiz, o'zingizni ichki ishonchingiz bo'la olsa, hammaga ishonib, stressga tushib, siqilib, o'zingizga kortizol gormon, har xil kasalliklarni chaqirib o'tirmaysiz. Mana shu sevgi. Ya'ni ana o'sha kursda men sizlarga, nafaqat kursda, umuman men doim Instagramda, YouTube'da, Telegramda doim men mashq berganimda, unutmang, bu faqat tashqi omil. Tashqaridan qilishimiz zo'r. Lekin bu bo'ldi, значит, bu aniq natija bo'ladi va uzoqqa natija bo'ladi degani emas. O'sha yerda qaranglar qizlar. Bizni kichkinaligimizda, demak, bizda hech qanaqa kompleks yo'q edi. Biz o'zimizni krasavitsa, prinsessa deb hisoblardik va oradan kichik vaqt o'tgandan keyin o'timiz unaqa, bo'timiz bunaqa, bo'timiz yoqmaydi bo'lib qoldik. Bunda nima o'zgardi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Demak, qiz bola katta bo'ladi va men ham, siz ham, har birimiz katta ayol bo'lgan taqdirimizda ham har birimizni ichimizda o'sha, mana men Saida bo'lsam, meni ichimda Saida qizcha bor va Saida ota-ona bor. Ya'ni Saida qizcha doim mana bu ichki ota-onasini eshitadi. Misol uchun, voy men bitim bunaqa deb urgan paytimiz, bu degani ana o'sha ichki roditelimiz bizani kritikovat qilaveradi. Dushman tashqarida emas. Kimdirdan xafa bo'lishni to'xtatamiz. Dushman ichimizda, mamyog'imizda. Va biza bu holatdan chiqish xohlasak, o'zimizni sevishni boshlashni xohlasak, unda bitta narsani tushunishimiz kerak. Ha, oson bo'lmaydi. Chunki shuncha yil davomida bitta fikrga ishonib yashagan inson endi boshqa fikrga o'tishi uchun albatta ilm, vaqt, mehnat talab qiladi. Lekin siz ana o'sha ichki roditelingizni kontrol qilib boshlaganingizda, ya'ni o'sha qachondir balkim kimdir oyisi strogiy bo'lgan, har birimizni qanaqa ota-ona bo'lishdan qat'iy nazar, balkim qattiq qo'l bo'lgandirlar, qo'l ko'targandirlar, to'g'rimi? Nima bo'lgan taqdirda ham bilingki, ular sizni yaxshi ko'rgandan, yaxshi bo'lsin deb va qo'llaridan kelgancha yaxshi ko'rganlar. Lekin bilmagan hollarida balkim ular sen odam bo'lmaysan. Seni qanaqa yerga beraman? Ertaga ering ko'tingga tepib boradi. Bo'lgan-ku, to'g'rimi? Shunaqa gap so'zlar yoshligimizda. Mana shunaqa gaplar bo'lgandan keyin biz endi o'sha onamizdan uzoqda yashasak ham baribir o'sha onani ovozi bizning ichimizda qoladi. Va kritika qilingandan keyin endi biz hech kimsiz ham o'zimizni kritika qilib yashaydigan bo'lamiz. Ixchamda, sen baribir qila olmaysan, hayot qiyin, erkaklar hammasi xiyonatkor degan fikrlar. Ya'ni qachondir qayerdandir eshitilgan, endi u bizning ichimizda yashaydi. Tushuntira oldimmi? Har birimiz ichimizda ham qizcha bor, ham ota-ona bor. Ana o'sha ota-onani biz endi
fikrini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa qilib bo'ladi? Bizning miyamiz, men o'tgan darsda tushuntirdimki, o'tgan zamon, kelasi zamon degan narsaning farqiga bormaydi. Agar biz voy, o'sha inson meni xafa qildi, men uni kechira olmayman, meni dilim og'ridi dedikmi, miyamizga u bilasizmi qanaqa qabul qiladi? Men yana o'sha holatda yashab yuryapman deydi. Ketdi yana organizmga kortizol, adrenalin, yurak urishi tez bo'ladi. Tana bizani qutqarib qolish uchun yurakka qon uradi, qon uzatadi, davleniya ko'tarilib ketadi. Ya'ni signal beradi. Qizil chiroq, stop, nervingiz chiqyapti deydi. Ya'ni har bir hozir sizda qanaqa kasallik bo'lsa, bilingki, u tanangiz sizni yaxshi ko'rganligi uchun, sizni asrash uchun signal beryapti. Davleningiz oshadigan kasallik sizda tez davleningiz oshadimi? Biling, demak, sizga tanangiz aytayaptiki, senga nerv chiqish mumkin emas, men ko'tarilib ketaman deyapti. Va o'sha siz yomon fikrni o'ylayversangiz yoki kelajakdan voy nima bo'ladi ertaga, voy men bunaqa bo'lib qolsa-ya dedingizmi? Bo'ldi, miya yana ertangi qo'rqinchda yashaydi. Yana o'sha gormon, kortizol, adrenalin, natijada kollagen parchalanib ketadi. Siz bu yerdan massaj qilaverasiz, krem suraverasiz, ichkarida kollagen yo'q. Kollagen yo'q, u yuz tiniq, tor bo'lmaydi уже. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa o'sha o'tgan zamon, kelasi zamon farqiga bormagandek miya rost va yolg'onni ham farqiga bormaydi. Ya'ni siz agar har kuni o'zingizga qarab, deylik, burnim katta deversangiz, miya xo'p deydi, shunga ishonadi. Keyin siz burningizni masalan, men hali shunaqa texnikalarni o'rgataman. Burunni biza yosh o'tgan sari burun o'sadi va pastga qarab osila boshlaydi. Aynan shu uchun mashq qilishni o'rgataman. Lekin u mashqni qilsangiz, oynaga qaraganda xonu katta burnim deversangiz, o'zgarish bo'lmaydi. Miya xo'p deydi. Bugun sizga shunaqa bir zo'r insight beraman, qizlar. Bir umr esingizdan chiqarmanglar buni. Bilingki, miyangizda nima bo'lsa, sizni boshingizni tepasida o'zingiz uchun shunaqa tasavvur yasab olingki, antenna bor, xuddi Wi-Fi bo'ladi-ku. Ana o'sha antenna miyada bor narsani tortib oladi. Eshitganmisizlar, ba'zi ayollar aytadi, turmushimdan ajrashdim, lekin nimagadir keyingi turmushim ham yoki keyingi ikkita turmushim ham xuddi shunaqa erga tegdim deydi. Chunki mana bu yerda ustanovka bor. Hamma erkaklar bir xil. Hamma erkaklar uradi, yuradi va bir xil. Ko'rinishi har xil, aktyorlar har xil, ssenariydagi, lekin vaziyat bir xil. Va xuddi o'sha og'riqqa yashayveramiz. Yashayveradi keyin. Nechta turmushga chiqsa ham yana o'sha og'riqqa yashab, siqilib yashayveradi. Yaratgan zot nima deydi bizga? Sen o'zgarsang, olam o'zgaradi deydi. Shuning uchun biz tashqarini emas, tashqari bilan birgalikda ichkaridan o'zgarishimiz kerak. Mana bu yerni o'zgartirishimiz kerak. Menda shunaqa ichki xavotir kuchli. Men 2023-yilda qaynonam erim uydan haydashdi, ketdim. Kechasi ikkita qizcham bilan o'ng oyog'im uyushadigan bo'lib qoldi. O'zidan o'zi uxlamaydigan bo'lib qoldim. Kechirga kelib davolandim. Mana hozir agar davolanayotgan bo'lsangiz, biling, agar siz o'sha kunni har kun miyangizda xuddi kino ko'rgandek o'tkazaverarkansiz, siz nafaqat Pitserga, siz umuman butun dunyoda lecheniya olib chiqsangiz ham, bu kasallik sizni tark etmaydi. Chunki tanangiz sizni sevadi. Tanamiz bu nima, qizlar? Tanamiz bu bizani ruhimizni ko'tarib yuradigan korobka. Ya'ni mana biza tanamiz bilan buni his qilamiz. Ya'ni fizически his qiladigan bu korobka deb hisoblaylik. Bu dunyoni his qila olishimiz uchun tana korobka. Lekin biz ruhimiz uni ichida. Bu bizning uyimiz. Va siz uyingizni ustini remont qilganingiz bilan uni ichidagi ruhingiz agar og'riqda bo'lsa, azobda bo'lsa,
himoyasiz bo'lsa, uni kim himoya qiladi? Ana o'sha ichingizdagi roditel. Siz endi katta ayolsiz, lekin hali ham o'sha kichkina qizcha ichingizdagi xafa. Yo'q deysiz. Endi sizni ota-onangiz защищать qilib yurmaydi-ku, u sizni hayotingizni o'zgartirib qo'ya olmaydi-ku. Siz o'zingiz защищать qilasiz. Va siz o'zingiz защищать qilganda nimadir ko'tarib borib urmaysiz. Siz o'zingizga aytasiz. O'sha ichingizdagi og'riqni qo'yib yuborishingiz uchun siz birinchi o'rinda tan olishingiz kerak. Ha, shunaqa bo'lish kerak ekan, lekin hayotimda nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu 100% yaxshilikka. Chunki Alloh taolo nima deydi? Hikmatsiz emas deydi. Hamma yaxshilik mendan deydi. Hamma yomonlik o'zingdan deydi. O'sha bo'lgan vaziyat siz uchun albatta xayrli. Balkim hozir hali bilmayapsiz, qayerda buni xayri. Misol uchun o'sha Luiza Hay uchun o'sha vaziyat xayrli bo'ldi. Millionlab ayollarga o'sha kasallikdan dori-darmonsiz chiqib ketishga yordam berdi. Bu vaziyat ham sizga albatta xayrli. Shunchaki hozircha bilmassiz uni. Men eslolmaymanki, hayotimda qanaqadir vaziyat bo'ldi, bekor bo'ldi deb. Agar siz o'sha taningizni eshitishni, o'zingizni eshitishni boshlaganingizda, uje sizda nima deydi, savollar qolmaydi. Chunki siz o'zingizni eshitsangizgina keyin siz yaratgan zotni his qila olasiz va tushunasiz. Mana men sizga hozir aytaman, menda nima bo'ldi. Men 1 yil davomida, qizlar, bu o'zi aytish planda yo'q edi, no demak hozir aytishim kerak ekan. 1 yil davomida men professionallar bilan ishladim. Ya'ni o'sha Instagramga, studiyaga boraman, video olaman. Ular aytishadi, hozir men bu narsa trendda, men bunaqalar topga chiqyapti, mavzular deyshadi. Men boraman, reels olamiz. Lekin meni Telegramimda odam soni oshmaydi. Keyin men 1 yil davomida, ya'ni uni har oy katta rasxodi bor-da, komandaga pul to'la. Keyin men nima qildim, qizlar? Men aytdimki, men qalbimni eshitaman dedim. Men shuni duo qildim-da, nima kerak menga o'zi? Nima qilmoqchiman men? Maqsadim nima o'zi dedim. Va har qanaqa vaziyatda uni o'ziga yuzlaning, aniq javob olasiz. Keyin shundoq men shuni his qilyapman deb, prямо eshityapman-da, menga shunda stop qil hozir hammasini degan ovoz kelyapti-da. Keyin men aytayapmanki, bo'ldi, paka hozir to'xtatamiz. Bo'ldi. Hech qanaqa videolar, stories makerimga aytdim, bo'ldi, hozir to'xtatamiz. Har kuni Instagramda story yurg'izish kerak emas. Shunda uyimda studiyaga bormasdan telefonni qo'yib olman va tayyorlanmaganman hech narsaga. Unaqa aytdim-ku, o'sha oldindan borib nima yozib borardim, men bir reelsga mana qo'ydim. Prosta o'tiribman. Gapiryapman. Qizlar, o'zingizlarga qaranglar, bu omonat, mana bunaqa mashq qilinglar deb. Agar ko'rgan bo'lsanglar, ko'pchilik shu YouTube'dagi videom orqali qo'shilgan Telegramimga. Bitta video joylayapman va bitta videoda hozir 350 mingta prosmotr va bunaqa ko'p insonlar menga ya'ni qiziqish bildirishligi, ya'ni olaman shu ilmni. Tushunasizlarmi? Qachonki biz o'zimizni eshitamiz, holat o'zgaradi, atrofingizda insonlar o'zgaradi, vaziyat, odamlar o'zi chiqadi sizga. Chunki siz endi o'zingizni eshityapsiz. Men nima qildim 1 yil? Men boshqalarni eshitdim. Men aqlli eshitdim. Men bunaqa qilish kerak ekan, hozir men bunaqa ekan, prodyuserlar bilan ishlash kerak ekan. Yo'q, bo'ldi. Hech narsa kerak emas. Maqsadim nima? Ilm tarqatish. Bo'ldi. Bilganimni gapiraman. Всё. И bang. Просмотр, necha mingtalab kommentariyalar. Tushunasizmi? Ana siz o'zingizni eshitasiz, bo'lgan vaziyatni qabul qilasiz va kursga qo'shilganda ham, qizlar, nafaqat meni kursimga, umuman ko'plar kursga qo'shilganda nima deyshadi? Точно, men qancha vaqtda bo'ladi? Точно va bunaqa rezultat bo'ladimi? Точно sizga o'xshab qolamanmi? Shu kursga qo'shilsam. Agar men maqsadim faqat kurs ochib bo'lsa, точно mana prям kursdan chiqishingiz bilan men bilan Fatih Zuhra bo'lib qolasiz devorardim balkim. Lekin siz agar o'zingizni toki kimdir bilan solishtirasiz va toki siz o'zingizdan nuqson qidirasiz, o'zgarish bo'lmaydi. Eng millionli kursda o'qisangiz ham
o'zgarish bo'lmaydi. Konsultatsiyamga bir qiz kelyapti. Ikkita farzandim bilan hozir onamnikidaman. Turmush o'rtog'im bilan ajrashyapmiz. Shunga menga ilmli insonni fikri kerak hozir. Nima qilay deb kelibdilar. Men so'rayapman. Siz hozir nima maqsadda keldingiz men oldimga? To есть men sizga hozir nimadir sehrli tabletka beraman, siz baxtli bo'lib ketasiz. Va shunda ulardan eshitgan gapim, mana shu mutaxassisni, ya'ni mashhur psixologni hamma kursida o'qidim, deyaptilar. Ya'ni hamma tillarni sotdim, chunki qimmat ularda o'qish, hamma kurslarida o'qidim. Men juda ham ilmliman, men yog'imda hamma narsa bor, deyaptilar. Lekin nimaga unaqa bo'lyapti hayotim? Nimaga erim bilan hech chiqisha olmaymiz? Chunki inson mana bu yerdagi ilmiga ishonyapti. Unga emas, qizlar. O'ylayaptiki, meni ilmim bor, men nazorat qilaman hammasini. Erimni ham, oilamni ham, umuman taqdirimni men nazoratimda. Siz biron narsaga qaror qildingizmi? O'sha yuzimni endi yoshartirishga, mana shu ustozdan ilm olishga qaror qildim deb bismillah deb boshlaysiz va niyat qilasizki, men sababini qilaman. Natijasini esa senga topshiraman. Shunda sizda 100% natija bo'ladi, qizlar. Chunki siz qo'lingizni ochdingiz. Endi pichoqni u olishi oson bo'ldi. U sizni yaxshi ko'radi, u meni, siz har birimizni sevgida yaratdi. Lekin biz mana ushlab olganmizda, nimaga olib tashlamaysan deb siqilib, o'zimizni kasal qilib, na figura o'zgaradi. Ildizi muhim, qizlar. Qachonki, men aytaman-ku, hech qanaqa kutuvlarsiz, hech qanaqa ya'ni maqsadsiz, maqsad bitta qanaqa, ya'ni qancha prosmotr bo'ladi degan maqsad yo'q edi menda. Shunchaki men o'tirdim, gapirdim, video joyladim. Xuddi hozir ham shunaqa bo'lyapti. Nima kelyapti, nima berishim kerak bo'lsa, o'zing gapirtirib qo'ydingmi? Va siz hozir shu gapni shu joyda eshitishingiz kerak ekan. Demak, tushundik-a? O'zgarishni xohlaymizmi? Birinchi navbatda qaror qilamiz. Sababini qilamiz. Sababini qanaqa qilar ekanmiz? Sababini ichimizdan boshlaymiz. Birgalikda ham tashqi omilga amal qilamiz. O'sha yuzimizga o'xot qilamiz, tanamizni parvarish qilamiz, lekin shu bilan birga eng muhimi bo'lgan o'zimizga sevgida qaraymiz oynaga qaraganda. O'zimizga himoyada bo'lamiz. Hammani fikriga ishonib ketib, xafa bo'lib, isbotlab o'tirmaymiz. Menga yoqaman. Soliha nima bo'ldi? Chiqib ketdimi? Sizni sevishi mumkin emas. Men misol uchun hech qancha pul so'ramasdan uyimga lampalar olganman. Bu lampalarim yaxshisidan olganman, yaxshi telefon olganman, kiyim tanlayapman, erimga iltimos qilaman, bolalarga qarab turayman, ilm tarqatish maqsadida syomka qilyapman deb YouTube'ga joylasam, menga har xil anaqa keladi. Kommentariy keladi. Ya'ni 100% odam meni yaxshi ko'rib duo qilishi невозможно. Hatto payg'ambarimizni 100% insonlar yaxshi ko'rishmagan. Men kim bo'pman? O'shaning uchun biz boshqalardan kutuvni to'xtatamiz. Biz o'zimiz uchun qila oladigan eng yaxshi narsa bu o'zimizga bo'lgan qarash. Ya'ni boshqa sizni kim deb hisoblashi muhim emas. Siz o'zingizni kim deb hisoblashingiz muhim. Va siz ana o'sha o'zgarish maqsadidamisiz? Chiroyli bo'lish, yosharishni xohlaysizmi? Bo'ldi. Demak, bugungi darsda siz shuni tushuningki, demak, men birinchi o'rinda tanamni qabul qilishim kerak. Chunki men tanamni qabul qilishim uchun, sevishim uchun, men u meni sevishini bilishim kerak ekan. Va u meni sevar ekan. Har bitta kasalligim, har bitta o'sha menga yoqmaydigan yuzimdagi dog'larim, ajinlarim, bular hammasi meni yaxshi ko'rganidan menga signal berayotgan ekan. O'sha atyok menga nima demoqchi? Limfa aylanish yaxshi bo'lmayapti, deyapti. Harakat qil, men bu mashqlarni qil yoki mana shu insonni nima ilmini ol. Lekin biz nima qilamiz? Uni eshitmaymiz. Qalbimizga quloq solaylik. Hech kimga savol berish o'sha qolmaydi. Nima ekan, nima bo'lar ekan degan savol qolmaydi o'z ichingizda, o'zingizda.
Qachonki siz o'zingizni his qila boshlasangiz, o'zingizni eshita boshlasangiz. Ya'ni bu yerda savol degan ma'noda sizga nima kerakligi haqida aytyapman-da. Tushuntira oldimmi? Zapish so'rashibdi. Sizni qadrsizlantirishsa qanaqa qilib u insonlarni joyiga qo'ysa bo'ladi? Qanaqa javob berish kerak shu insonlarga, Saida opa? Xo'p, demak, qanaqa qilib meni chegaramni buzganlarni o'z joyiga qo'ysam bo'ladi? Sizni chegarangizni buzayotganlar, ishoning, ular o'z joyida. Va bu yerda siz ularni joydan chiqarishingiz kerak emas. Mana, ular musorniy bakka ichida. Ularni joyi shu yerda. Va u yerda ular faqat chegara buzishadi. Shunaqa insonlar to'g'ri bor. Va siz ularni o'zgartirish emas, qanaqa qilib joyiga qo'yish emas, siz o'tdan chiqib ketishingiz kerak. Siz o'zingiz o'sishingiz kerak. O'zingiz olib chiqib ketishingiz kerak. Ana, "Ne свои tarelka his qilaman o'zimni" deydi-ku. Chunki siz o'zingizni tarelkangizda emassiz. Va siz o'zingizni tarelkangizda bo'lganingizda, o'tda siz shart emas gapirishingiz. O'zingizni chegaralaringiz haqida. Sizni chegaralaringizni hurmat qiladigan joyda bo'lasiz. Sizni chegarangizni buzishayotgan joyda, demak, ular o'z joyida, siz o'z joyingizda emassiz. Ular hammasi o'z joyida. Просто siz u musorni bakdan chiqib ketishingiz kerak. Hop. Demak, qizlarjonlar. Yaqinda bitta vrachchi podkastini ko'ryapman-da, ular aytayaptilar. Bitta erkak qizini olib kelyapti va aytayapti-da, "Men bu qizim 18 yoshda erga berdim, bitta erni ham eplolmadi. Na farzandli bo'la oldi. Qarab qo'ying, shuni nima qilsa bo'ladi", deb, ya'ni vrachga olib kelyaptilar. Bu vrach endi shuni ya'ni tahlil, analiz qilyaptilar-da endi. Aytayaptilarki, "Rostdan ham u qiz yana sasib yuradi doim", deyotgan ekan-da otasi. Yosh qizni otasi hammani oldida sasib yuradi deyotgan ekan-da. "Rostdan ham u qizni ko'rikdan o'tkazganimda undan yaxshi emas hidli keldi", deb vrach aytayapti. Ya'ni qizlar, miya rost yolg'onni ajrata olmaydi. Miya "Xo'p" deydi. Siz boshida ishonmasangiz ham, siz o'sha o'zgarishga qaror qildingizmi, birinchi shundan boshlang. Faqat o'zingiz ishonmayapsiz. "Voy, meni burnim katta-yu" deyapsiz, misol uchun-da endi. Chunki menda ko'p uchragan shunaqa qizlar, burnim katta yoki oyog'im qiyshuv yoki bo'yim past deb siqilib yashashadi-da. Keyin nima bo'lyapti? Bu qizda mana miya "Xo'p" deydi. Va miya qancha cho'milsa ham, qancha dizdaran sursa ham, tana "Xo'p" deydi. Bo'ldi, sasiydi. Tushunasizmi? Ya'ni ota uni yoshligidan unga shuni quyib bo'ldiki va eng achinarlisi bu holatda. U qiz endi umrini oxirigacha bu narsani normal holat deb yashab o'tadi. Voy, o'zgarishim kerak demaydi. U rozi bo'ldi o'sha bu fikrga. Unga har doim shu fikr aytirilgandan keyin, "Xo'p" dedi, "Men shu sassiqman" dedi. Va endi u bu narsadan xafa ham bo'lmaydi. Shuning uchun sizni xafa qilishdimi? O'tmishdami, hozirmi yoki qachondir siz o'zingizni himoya qilishingiz shart. Siz boshqalardan kutishingiz noto'g'ri. Nima uni meni himoya qilmadi, nima men bu indamay o'tirdi o'sha momentda. Sizni himoyachingiz, ichingizdagi ota-ona sizsiz va o'sha ota-ona siz o'zingizga aytishingiz kerak. "Men seni yoningdaman." Tanangizga aytishingiz kerak. "Men seni yaxshi ko'raman." Xuddi video chiqdi-ku, ko'rdinglarmi? Bitta bankaga guruch solishgan, har kuni unga yaxshi so'z gapiradi, bitta bankaga guruch solingan, har kuni yomon so'z gapiradi. Bunisi mog'orlab ketdi, bunisi pishdi. Bankada 60 kundami qilishdi bu eksperimentni. Keyin o'zbeklar ham dash takrorlab shu eksperimentni qilishdi. Qani rostdan shunaqami? Rostdan. Miya ishonadi. Shuning uchun ichingizdan gullab boshlang. Siz gulsiz. Ha, yoshrog'i bor, chiroylirog'i bor, aqllirog'i bor. Kimdirga o'xshashga harakat qilmang. O'zingizni eng chiroyli, eng zo'r, eng qadrli, eng erkatoy versiyasiga aylantiring. Shuni qaror qiling. Mana kecha yordamchilarim bitta anaqani tashashibdi-da, bitta xatni, balkim hozir oramizda oranglarda ko'rib o'tirgandirlar ular. Kuldim-da men.
kursi nomini boshqacha qo'ysanglar bo'lmasmidi? Erkatoy ayol, u ayolga yarashmaydi. Qanaqadir oldingi kurslarda o'qiganman deb yozibdilar-da. Magnit ayol kurslarida o'qiganman. U zo'r eshitilyapti. Chunki menga to'g'ri kelmaydi bu nom. Men erkatoy bo'lishni xohlamayman. U kichkina qizlarga tegishli. Men kuchli ayolman deyaptilar. Qizlar bugun men bu yubkamman. Allohim o'zing top ber deb shuni top berganim. Mazza emasmi? Sizga yoqmaydimi erkatoy bo'lish? Menga yoqadi. Ayol erkatoy bo'lish kerak emas, kuchli bo'lish kerak dedimi? Antena nima deydi? Men kuchliman, men yiqilmayman, ke davay deydi. Yiqita olasanmi deydi, davay ke deydi. Keladi, babi yiqitadi, ishoning. Chunki yaratgan zot bizni ayol qilib yaratdi. Ayol esa ojiza, u kuchli emas. Ming ilm oling, trenirovkaga borib boks bilan shug'ullaning. Agar siz ichingizda erkatoy ayolligingizni his qilmas ekansiz, siz baxtli bo'lmaysiz. Boy bo'lsangiz ham, aqlli bo'lsangiz ham, kuchli bo'lsangiz ham, ichingizdagi o'sha ayollik energiyasi ochiq bo'lsa, siz mazza qilmaysiz. O'sha ayol qachon mazza qiladi? Ayol farzandli bo'lsa, to'g'rimi? Uni 9 oy qornida ko'tarib, qiynalib dunyoga keltirsa ham, chunki uni missiyasi shu. U ona bo'lish uchun yaratilgan. Farzandlarni dunyoga keltirish uchun yaratilgan. Va qiynalib o'sha farzandini shunday qo'liga olgandan keyin u dunyodagi barcha insonlardan qattiq sevadi uni. Qancha uni deb ozorlangan bo'lsa ham. Hozir ayolni ko'rib turgan bo'lsa, meni his qilyapti nima demoqchi bo'lganimni. Onalik baxti bu hech qaysi brilliant bilan, hech qaysi yutuq bilan tenglashtirib bo'lmaydigan baxt. Agar uni siz his qila olsangiz, albatta. Lekin biz ko'pincha ming afsuski hayotdagi arzimas narsalarga e'tiborimizni qaratib, biz uchun muhim bo'lgan narsani hech qachon boshqa qaytib kelmaydigan mazzani o'tkazib yuboramiz. Bilasizmi, hozirga bitta zo'r narsa aytaman. Avtoritet degan narsa bor. Ya'ni o'zingizga shu savol bering. Men uchun avtoritet kim? Kim men uchun avtoritet? Kim kelib menga, sen odam bo'lmaysan, sen men harakat qil, baribir ozimaysan yoki sen chiroyli bo'lmaysan desa, men ishonaman shunga. Kim o'sha siz uchun? Yozinglar-chi hozir. Qizlar undan oshib qopti, bu yog'ini tezlashtiramiz. Kim siz uchun avtoritet? Voy, rosa vebinarni so'rabsizlar-ya qizlar, webinar. Webinar videosini joylamaymiz degandik. Faqat qatnashganlar ko'ra oladi degandik. Kim yana webinar videosini ko'rish xohlaydi? Avtoritet kim? Birinchi savolga javob. Keyin hali webinar haqida yozasizlar. Xo'p, kimdir uchun avtoritet qaysidir insonlar. Shuning uchun ham ular o'sha avtoritetni gapini deb o'zlarini ana o'sha qaynana yoki bilmadim, ishxonadagi kimdirlardir balkim o'sha insonlarni avtoritet qilib olgan va shuning uchun o'shandan keyin men uchun ham yo'q avtoritet deb yozishibdi. Aslida avtoritet men uchun va men o'ylaymanki bu eng to'g'risi. Men uchun avtoritet bu yaratgan zot. U nima deb o'ylashligi muhim. Va men har doim birinchi o'rinda shu vaziyatda u nima deb o'ylaydi. Ana insonlar o'ting unaqa, sen bunaqasan, sen odam bo'lmaysan deydigan insonlar. Bu ularning fikri, bu ularning og'rig'i. Insonlar har doim siz haqingizda gapirganda bilingki, ular siz haqingizda 100% gapiryapti degani emas. Har doim ham faqat siz haqingizda gapirayotgan bo'lmaydi. Ular har doim o'zini opitidan va og'rig'idan kelib chiqib gapiradi sizga. Va bu 100% sizga tegishli degani emas. O'zim avtoritet. Avvalo yaratgan zot, keyin o'zim. Shunaqa bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. Demak, har doim birinchi o'rinda yaratgan zotga suyanamiz, unga topshiramiz. Biz sababini 100% qilamiz, natijani unga topshiramiz. Insonlardan kutmaymiz, o'zimizdan umuman kutmaymiz, ya'ni nazorat qilmaymiz. Hamma narsani men qilishim kerak, men nazorat qilmasam bo'lmaydi emas. Ya'ni sababini biz qilamiz, natijani unga topshiramiz. Shunda natija bo'ladi.
Sababini ham men qilaman, natijani o'qituvchi ustozdan kutaman. Dedikmi? Bo'ldi, natija kutib o'tirmang. Biz sababini qilamiz. San go'zal natija ber deganimizda, biz ana o'sha qo'limizdagi pichoqni bunday ochgan bo'lamiz-da. Unga topshirgan bo'lamiz. Ana keyin bilib o'ring, siz harakat qilgan natija zo'r bo'ladimi yoki u sizga bergan natijami? Iltimos bera qoling Saida bu, bizani yaxshi ko'rasiz-ku, biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Ustoz rahmat, shu gaplaringiz bugun menga zarur edi. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Iltimos bera qoling Saida bu. Xo'p qizlar. Unda hozir men sizlarga eng zo'r yangiliklarni birin-ketin aytaman. Tayyor turinglar. Oxirida keyin uncha yaxshi emas yangilik ham bo'ladi, lekin u ham yomon emas deb hisoblayman. Demak, xo'p, webinar videosini yaratgan roziligi uchun sizlarga manfaatli bo'lsin degan umidda joylaymiz. Faqat обязательно aktiv bo'linglar kommentariyalarda, чтобы ko'pchilikka xayrli bo'lsin. Yaqinlaringizga jo'natinglar. Undan keyingi zo'r xabarim qizlar, erkatoy ayol kursiga qo'shilganlarga bugun keldi shu narsa qalbimga. Ama uverenman, что bu kursni nomi ham, umuman bu kursdagi men hozir qilmoqchi bo'lgan sovg'am ham, umuman bu kursni o'zi men yaratgan zotga topshirganman va hozir shuni aytgim keldi va sizlarga sovg'a qilgim kelyapti. Demak, bu Allohdan va xayrli inshaalloh. Men o'sha erkatoy ayol kursiga qo'shilganlarga va qo'shiladiganlarga qadrli ayol kursimni sovg'a qilaman. Bu kursda siz, ya'ni buni men sizlarga hozir o'sha qo'shilganlarga уже beraveraman, do'stim, yopiq kanalga. Siz nima deydi? O'sha kursgacha уже tayyorlanib turasiz. Qadrli ayol kursida ayol qanaqa o'ziga munosabatda bo'lish kerak? Qanaqa qilib energiyasini oshirsa bo'ladi? Qanaqa qilib o'zi umuman texnikalar berilgan. Ya'ni ayollik energiyasini qanaqa qilib uyg'otadi? Umuman o'zi qon aylanish uchun yuzni qanaqa massaj qilish kerak? Ya'ni eng natija beradiganlar oldinda erkatoy ayol kursida, lekin ungacha siz уже tayyorlanib turasiz. Qadrli ayol kursidagi hamma videolarni sizga shundoq sovg'a qilaman. Erkatoy ayol kursiga qo'shilganlarga уже siz umuman o'rganib chiqasiz. Ayol qanaqa yaratildi, qanaqa tuzilgan o'zi, unga qanaqa qilib energiyasini oshiradi, qanaqa qilib o'ziga bo'lgan hurmat, mehr, ishonch oshiriladi. Ana shu haqida offline master class videosi ham bor va keyin yana video darsliklar joylanilgan. Zo'rmi qizlar? Zo'r yangilikmi? Sizlar o'rningizga men xursand bo'lib ketyapman. Saida opa, men rosa kutgandim, umuman ko'ra olmadim. Qotib o'chib qolyapti. Demak, internetingiz yaxshi emas-da, hammada unaqa bo'lmadi-ku. Zo'r anglashlar bo'lyapti. Saida opa qoyil gap yo'q. Mashalloh. Xo'p qizlar, unda ko'ramiz. Bugungi efirga ham harakat qilamiz joylashga. Bugungi mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Soatimiz ham 10:30 bo'lib ketibdi. Men 10 gacha ruxsat so'ragan edim. Erimga iltimos qildim, bolalar bilan bo'lib turing deb. Ularni ham duo qilib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin erlarimizdan. Erkatoy ayol kursi qachondan boshlanadi? Kam qoldi inshaalloh. Telegramda e'lon qilamiz. Qo'shilganlarni уже yopiq kanalga qo'shib boryapmiz va qadrli ayol kursiga ham ularni qo'shamiz. Webinar zapisini eng ko'p kutganman. Bo'ldi, inshaalloh webinar videosini ham joylaymiz. Xo'p, qizlarjonlar, demak, yana bitta unchalik emas yangilik, ya'ni zo'r yangilik deya olmayman buni. Kursga qo'shilish ertadan yana narx oshadi. Men boshidan aytdim, kurs narxi, kursimiz boshlanguncha narx oshib boradi. Kim birinchilardan qo'shilib qolsa, ya'ni bugungi narximiz standartimiz 650 ming, premiumimiz 850 ming, VIPimiz 2 million 50 ming. Va ertadan kurs narxi oshadi. Shuning uchun bugunoq qo'shilib oling. Kursga qo'shilganlarni
hammalariga o'sha qadrli ayol kursiga доступ beramiz. Чтобы tayyorlanib turish uchun deydi-ku. Aha. Karta raqam tashashadi. Qizlar tashashadi karta raqam. Rahmat. Men premiumga to'lov qildim bugun. Inshaalloh bu meni va o'zim uchun birinchi qilgan harakatim. Alloh xayrli qilsin. Amin. Xo'p qizlarjoylar, bugungi mavzu bo'yicha savol bormi? Savol bo'lsa yozinglar. Bo'lmasam efirni tugatamiz. Qadrli ayol kursi bilan erkak ayol kursi birga boshlanadimi? Yo'q, qadrli ayol kursini уже sizga sovg'a qilamiz. U zapislarni hammasini sizga beramiz, siz ko'rib boshlayverasiz. Ya'ni polniy yuzga qanaqa уход qilish kerak, siz отдельно olganingizda unga alohida u kurs uchun o'zi pul to'lab olishadi, lekin bu safar men erkak ayol kursini olganlarga sovg'a qilishni xohladim. Ya'ni u yerda polniy yuzni to'g'ri tozalash, tozalovdan keyin to'g'ri namlantirish, qon aylanishi uchun mashqlar, to'g'ri massaj qilish, ya'ni hammasi bor. Ayollik energiyasi, umuman zo'r texnikalar bor, ya'ni musiqa qo'yib, o'zingizni energiyangizni ko'tarib, o'zingizga bo'lgan sevgini oshirish texnikalarini berganman. Rahmat ustoz. Rahmat efir uchun. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Barchalardan, barchamizdan rozi bo'lsin. Demak, bugungi mavzuyimiz o'zini sevish va egoizm edi. Hozir qisqacha egoizm bilan o'zini sevish farqini aytib ketaman. Demak, o'zini sevish bu o'ziga yaxshi bo'ladigan narsalarni o'zi qilish. Tushuntira oldimmi? Egoist esa o'ziga yaxshi bo'lish uchun boshqalar unga qilib berishi kerak. Ya'ni sog'lom o'zini sevish bu boshqalarning fikrini hurmat qilasiz, boshqalarning xohishini ham hurmat qilasiz. Misol uchun bir kafega bordik deylik. O'zini sevgan inson yo'q, men kofe ichmayman deydi. Misol uchun men qora kofe ichmayman, chunki menga achchiq kofe yoqmaydi. Men aytaman, men latte ichaman deyman. Siz nima ichasiz deyman. Tushuntira oldimmi? Egoist nima deydi? Bitta kofesi zo'r, kofe olib keling ikkita deydi. Keyin to'lab oling ham deydi orqasidan. Tushuntira oldimmi? Va bu hayotimizda bunaqa insonlar juda ham ko'p. Egoistlar. Ya'ni ular menga yaxshi bo'lish uchun hamma harakat qilish kerak, lekin men ular uchun hech narsa qilmayman. Ular menga должен deb qabul qiladi. Va odatda bu insonlar жертва bo'ladi. Ya'ni qurbon. O'zi uchun qilgisi kelmaydi. Olib bora olasizmi? Olib kelib bera olasizmi? Lekin o'zi qilmaydi. O'zi yo'tadi. Bu erga nisbatan demayapman, masalan, dugona. Va mana hozir o'sha qaynonamdan xafaman, kechira olmayapman degan kommentariyaga men o'zimni misolimni sizga aytaman. Shunaqa vaziyat bo'lgan, bir dugonam menga yordam so'rab telefon qilyapti-da. Uydamisan, yordaming kerak, maslahating kerak deyapti-da. Qarang. Men yotmoqchiman. Lekin men bo'pti deyapman-da, unga yordam berishim kerak-ku. U paytda endi yillar oldin men o'ylaganman yordam berishim kerak, ya'ni men qutqaraman deb o'ylayapman-da. Uni yaratgan zot bekorga bu kuyga solmayapti deb o'ylamayapman. Ya'ni u unga dars beryapti, u o'zi anglab, o'zini qutqaradi demayapman-da. Keyin men uxlamagan odam, kechasi bilan bola bilan uxlamagan odam, yana 2 soat uni uxlamay kutyapman. Keyin telefon qilyapman, uyqum kelib ketyapti, boshim og'rib ketyapti. Qilyapman-da, kelyapsanmi deyapman o'rtog'imga. Desam, u endi rulda nervishsiz qilib, o'ynab yurganim yo'q-ku, kelyapman deyapti. Shu payt miyamga dang chiroq yonyapti-da. Va dugonamga rahmat deyapman, ichimda aytyapman-da, rahmat deyapman. Boshqa inson nima qiladi? Xafa bo'ladi. Unaqa dedi menga, men u uchun, ko'rdingizmi, жертва. Men rahmat deyapman. Chunki men qanaqa dars oldim? Men dars oldimki, birinchi o'rinda men dam olishim kerak. U keldimi, u kutib turadi. Men turaman, keyin chiqaman, keyin unga o'sha maslahatimni beraman. Qo'limdan kelgancha. Lekin men uxlamay uni kutib o'tirishim, o'zimga ziyon qilishim, bu men o'zimni yaxshi ko'rmasligim deyiladi. Shunda
Men darsni sразу anglab olmanda, ha, bo'ldi, keyingi safar bu narsa takrorlanmaydi. Endi men uni kutib uyqumdan kechmayman. Keyingi safar men uxlayman. Hozir hattoki meni konsultatsiyam soati $100 bo'lsa ham, menga to'g'ri kelmaydigan paytga pulku deb men hech qachon tiqmayman. Yo'q, men bu payt qila olmayman. Agar vaqti to'g'ri kelmasa, kelmaydi. Lekin birinchi o'rinda men dam olishim kerak, chunki men yaxshi dam olmasam, meni kayfiyatim ham bo'lmaydi. Men уже boshqa odamga nima deydi, konsultatsiya qilish emas, o'zimga konsultatsiya kerak bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa siz vaziyatlardan nimaga o'tyapsiz? Umuman biz bu dunyoda bu bizani o'sishimiz uchun va yaratganga yaqinlashishimiz uchun dars. Bu yo'l. Va biz mas'ulmiz faqat o'zimizni sog'ligimizga, o'zimizni qalbimizga, o'sha korobkamizni ichidagi ruhimizni asrashga mas'ulmiz, faqat shunga mas'ulmiz. Boshqalarni nazorat qilishga, o'zgartirishga, yordam berib qutqarishga biz mas'ul emasmiz. Agar u izn bermasa, u hech qachon qutqarilmaydi. Va biz ham jazolana olamiz orasida. Qutqarmoqchi bo'lganimiz uchun, uni o'rnini bosmoqchi bo'lganimiz uchun. Chunki qutqaruvchilik pozitsiyasi bu kibrdan bo'ladi odatda. Men nazorat qilaman, men buni olib chiqib ketaman. Shuning uchun biz sababini qilamiz, natijani o'ziga topshiramiz. Shunda natija bo'ladi. Shunda biz mazza qilib, erkatoy bo'lib yashaymiz. Saida opa, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana umrimda birinchi marta kursda qatnashyapman. Voy mashalloh. Meni kursimda o'qishni nasib qilibdi-de, Saidiya. Mashalloh, Alloh xayrli qilsin. O'zim uchun birinchi marta nimadir qilishga qaror qildim. Ilohim xayrli bo'lsin. Zo'r. Super. 100% to'g'ri aytyapsiz. O'rgatgandek qilib ancha hayotimda o'zgarish bo'lgan. Juda ham to'g'ri gap aytyapsiz. Zapis tashlasam agar qayta ko'ringlar. Chunki bizning miyamiz o'ylaymizki, hozir eshitdim, hozir tushundim, bo'ldi deb o'ylaymiz, lekin oradan 2-3 kun o'tgandan keyin nima dedilar, nimani tushundim deb odam esdan chiqib qoladi. Shuning uchun takrorlash va miyamiz ham bizani haqiqatga emas, doim takrorlaydigan gapga ishonadi. Shuning uchun doim o'zingizga takrorlang. Tanam meni sevadi, men uni sevaman, boricha qabul qilaman, chunki Alloh meni sevgida yaratdi. Umuman men uni erkatoyiman deb takrorlayverasiz va kursga agar qo'shiladiganlar bo'lsa, bugun qo'shilishga ulguring, chunki ertadan narx oshadi. Keyin afsuslanib qolmang. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' omon bo'linglar, o'zinglarni sevinglar. Пока.